Viloyatimiz bo'ylab oliy ta'lim muassasalari tomonidan maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga keng jalb etish, ularga kasb tanlashda to'g'ri yo'nalish berish hamda kelajakdagi ta'lim imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar yetkazish maqsadida targ'ibot tadbirlari tizimli ravishda tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Toshloq tumanida bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda Qo'qon davlat universiteti vakillari, professor-o'qituvchilar hamda mas'ul xodimlar ishtirok etib, tuman hududidagi umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari bilan uchrashdilar. Tadbir davomida universitetning ta'lim yo'nalishlari, kirish imtihonlari tartibi, talabalarga yaratilgan shart-sharoitlar, zamonaviy o'quv laboratoriyalari, stipendiya tizimi hamda xalqaro hamkorlik dasturlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, yoshlarning qiziqishlari va rejalari tinglanib, ularga to'g'ri kasb tanlash bo'yicha tavsiyalar berildi. Ta'kidlaganidek, bugungi kunda oliy ta'lim olish nafaqat bilim olish, balki zamonaviy jamiyatda o'z o'rnini topish, raqobatbardosh mutaxassis bo'lib yetishishning muhim omilidir. Shu boisdan ham bitiruvchi yoshlarni oliy ta'limga keng jalb etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan berilgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar berildi hamda universitetga o'qishga kirish jarayonlari yuzasidan amaliy tavsiyalar taqdim etildi. Bunday targ'ibot tadbirlari viloyatning boshqa hududlarida davom ettirilishi rejalashtirilgan.